Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bu yil 5-ayda Germaniyaning Münxen shahrida o'tkazilgan Sharq Turkiston milliy ko'rishining xalqaro keng yuksak vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yilligini xotirlash faoliyatining tayyorlik xizmatlari jiddiy olib berilmoqda. Ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 11 yanvar kuni maxsus bayonot e'lon qilib, bu yil 5-ayda Germaniyaning Münxen shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurilganligining 20 yilligini zo'r ko'lamda xotirlash faoliyati o'tkazilganligini e'lon qilgan. Şunun bilan birga qurultay raisi Dolqin Isa Apandimning bevosita riyosatchiligida mazkur faoliyatga tayyorlik qilish xizmat guruhi qurib chiqilgan edi. Qurultay markaziy ishxonasidan egallashimizcha 5-ayning 3-kunidan 5-kunigacha Münxen shahrida o'tkazilgan tabriklash faoliyatiga Uyg'urlar yashayotgan 30 davlatdan qurultayning qurg'uchi a'zolari, milliy ustozlarimiz, qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning asosli mas'ullari, qurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, qurultayning navbatda vazifa o'tayotgan rahbarlari va sobiq rahbarlari, qurultayni moddiy jihatdan izchil holda qo'llab kelayotgan vakil xarakterlik tijoratchilarimiz, qurultayni ma'naviy jihatdan qo'llash va qurultayning izzat hurmatini qo'g'dash uchun izchil holda fidokorlik ko'rsatib kelgan har sohazotlarimizning vakillari, o'z davlatlarida siyosiy jihatda muvaffaqiyatga erishgan Uyg'ur parlament a'zolari, hukumat mas'ullari va diplomatlardan bo'lib, jami 300 nafardan ortiq kishiga maxsus taklifnoma avatilgan. Onundan başqa yana hozir qadar Uyg'urlar masalasini izchil holda qo'llab kelayotgan parlament a'zolari, hukumat mas'ullari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Turk islom tashkilotlarining mas'ullari, tadqiqotchilar, xalqaro qonunshunoslar, jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda chet ellik do'stlarimizmo taklif qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yilligini xotirlash faoliyatining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga kafolatlik qilish uchun qurultay markaziy ishxonasi Münxen shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida umumyuzlik safarbarlik boshlagan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan keladigan aziz vakillarimizni mehmonxonalarga o'rinlashtirish uchun maxsus xodimlar bekitib chiqildi. Vakillarimizning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Germaniyaning munosabatlik amonlik organlari bilan aloqa o'rnatildi. Yani vakillarimizning viza ilishini qolaylashtirish uchun Germaniya Tashqi ishlar ministrligiga tizimlik va iltimosnoma sunildi. Navbatda Germaniyaning Münxen shahrida 1000 nafarga yaqin Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz yashamoqda. Bularning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar bo'lib, yana vatanimizdan o'zbek, qozoq, tojik, tatar qatorliq qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi ellaridan keladigan mehmonlarimizni loyiqida kutib olish uchun hozirdan boshlab qurultay markaziy ishxonasining tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib kelmoqda. Münxen shahrida Uyg'urlar tomonidan ochilgan restoran va teztamaqxonalarning soni 30 ga yaqin bo'lib, cho'nglar mashribi, o'rta yoshliklar mashribi va yoshlar mashribi deb atalgan 3 mashrab bor. Mayli Uyg'ur restoran va oshxonalarining xo'jayinlari bo'lsin yoki har qaysi mashrablarning a'zolari bo'lsin, uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyini moddiy va ma'naviy jihatdan izchil qo'llab kelmoqda va Münxendagi Uyg'ur jamoatining birlik ittifoqligini va o'zaro hamkorligini kuchaytirish jihatlarida boshlamchilik rolini o'ynab kelmoqda va ular dunyoning har qaysi ellaridan keladigan mehmonlarimizni taqozolik bilan kutishmoqda. Qurultay markaziy ishxonasining bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurilganligining 20 yilligini xotirlash murosimiga yana Yevropa Uyg'ur ansambli, Avstraliya Uyg'ur muqam ansambli, Qozog'iston Tarim Uyg'ur ansambli qatorliq ansambllarining vatanparvar san'atkorlarimi alayda taklif qilingan bo'lib, ular murosimga qatnashgan Uyg'ur va chet ellik mehmonlarimizga mo'l mazmunli san'at nomerlarini taqdim qiladi. Bu munosabat bilan stansimizning ziyoratini qabul qilgan qurultay raisi Dolqin Isa Apandim mundaq deb ko'rsatdi. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yilligini xotirlashni shu vajidan muhim bildikki, Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan zulmlari taraqqiy qilib, irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarildi. Millatimiz yo'qolish girdoviga yuzlandi. Xalqaro vaziyatdagi salbiy o'zgarishlar davoyimizga ig'ir xiris va besim paydo qildi. Bundaq bir zamanda Xitoy zulmiga tezroq xotim berish, Sharq Turkiston xalqining erkin ozodlik uchun yangi bir yo'l xaritasini sizib chiqish hamda texmo zo'r jasorat bilan kurash qilishning moddiy va ma'naviy energiyasini yaratish navbatdagi ko'rishimizning jiddiy ehtiyojiga aylandi. Dolqin Isa Apandim ta'kidlab mundaq dedi: "Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurilishi va taraqqiyoti uchun zo'r hassalar qo'shgan ba'zi vatanparvar zotlarimiz biz bilan mangulik vidolashdi. Yana ba'zilari ikkinchi safga chekildi. Milliy davoyimizga hassalar qaytib kelgan bu tabarruk ustozlarimizning ajriga tashakkurlarimizni bildirish, fidokor sabdoshlarimiz bilan kelajak haqida fikrlashish, jasoratlik izbahor avlodlarimizga milliy irodamiz haqida yana bir qatim dars berish va shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining 20 yillik musobaqasiga birga qarab chiqib, tajriba saboqlarini yakunlash maqsadida Münxenda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yilligini xotirlash marosimining o'tkazilishini qaror qildik.
Dolqin Eysa әпәндім сөзінің ақырда тәкитләп мұндақ деді. Qurultayimiz bu 20 yılda talay qıtımlıq iğir davalğuş hem siyasi krizislerge, mürakkep xalqara vaziyetning türlük besimlerga, Xitay ve başka düşman güçlerinin toxtavsız hücumlarga duch kelgan bolsimi, qat'iy tezbikmas irada bilan barliq to'salg'ularni yengib, kichiklikdan zo'rayib, ozizlikdan kuchayib, bugun u xalqarada tonilgan nopozliq bir tashkilot holiga keldi. Hamda bugun dunyoga kelganligining 20 yilligini kutib olish oldida turmoqda. 30 yanvar Amerika poytaxti Washington boshlangan 2024 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'inida Xitoyning Uyg'urlar qarta rəhimsizlarcha ilib berayotgan jinoiy qilmishlari muhim muzokara temalarining biri bo'ldi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur Hareket Teşkilatı ve Amerika Uyg'ur Birleşmesi qatorliq teşkilatlarımız yig'in boshlangan kundan e'tiboran yig'in maydonida Xitoyning turli zulmlari va jinoiy qilmishlari fosh qilingan tashviqot munbarlarini qurib, dunyoning har qaysi ellardan kelgan minglagan yig'in qatnashchilarga Uyg'urlar duch kelayotgan ichinishli tragediyalar haqida tushuncha va ma'lumot berish bilan birga, ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qartilgan turli besimlarni yanama oshirishga chaqirdi. Yig'in maydonidan Erkin Osiyo radiosining maxsus videolik ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultiy ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Uyg'ur Hareket Teşkilatı'nın qurg'uvchisi va raisi Roshan Abbas, Amerika Uyg'ur Birleşmesining raisi Elfidar Iltabirlar bu haqda ma'lumot berib, tövendikilarni bayon qilishdi. Xabarimiz bor bu nimaga? Bu qitimqi o'sha diniy erkinlik oliy darajalik yig'ini deymiz. Hamda bu dunyoda bo'lgan siri kuchayyotdi. Biz yil mana nurg'unlagan davlatlardan hozir kirgan adam o'sha yig'inga qatnashgan odamning soni 1000dan oshadi. Bu insonlar nurg'unlagan davlatlardan keldi. Bu diniy erkinlik yig'ini bo'lganligi uchun diniy jamoatlardan keldi. Afrika shu dunyodagi 5 qit'aning hammasidan kelganlik. Biz uyalarga ta boranmaydigan davlatlarda hamda bizga bu nihoyatda cho'ng bir fursat hamda. Bu yerda o'sha mecburi emgek to'g'risida ochgan yig'inimizning sababi bularni buningdan xabarlantirish. Bularni bu davlatlarning shunday tadbirlarning elishini tashviq qilish, mushuning rag'batlantirish, uningdan bu yerga kelgan diniy zotlarni, diniy rahbarlarni, diniy jamoat rahbarlarini shu Uyg'ur masalasidan xabardor qilish, bularga ma'lumot berish, bularni bu ham deganimdek shunday tadbirlarni elishga undash. Endi diniy erkinlik degan insonlarningki eng tubki asosiy inson haqlarining biri. Bizning ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumati bizning millatimizni butun bir millat qatorida yo'q qilish uchun irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan vaqtida diniy erkinligimizni buni asosli bir tarafdan shu Xitoy hukumatining islomga qarshi urushi bilan Uyg'urlarning hech qanday bir dinga e'tiqod qilish haqqini qo'ymayotdi. Shuning uchun bu yerda biz Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ayollarga, bolalarga, ziyolilarimizga, bütün Uyg'ur millatiga bizningki urf-odatimiz, kulturimiz, tariximiz hamma tarafdan bizni yuvib tashlab bir millat sifatida yo'qtiman deyotgan Xitoy hukumatining jinoyatlarini oshkorlash uchun biz bu yerda bizning muashu maxsus hozirlagan bizning Campaign for Uyg'ur harakatininki üstelimizde Uyg'urlarninki urf-odatiga munosabatlik va Xitoyninki elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning 10 10 stages of genocide 10 darajasi boshlanishdan oxirigacha bugunga qadar anandan keyin bütün aşı tepsili halda bir Uyg'urlarga qarshi etib berayotgan jinoyatlarni pash qilish uchun materiallarni hazırladık. Albatta siz bilgandek bugün birinci günü atigandan başlaplam nurg'unlagan bütün dünyanın her taraflarından kelgan qarindoshlar deylik kelib savol so'rab, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida savol so'rab, diniy erkinlik haqida savol so'rab ketganlar bo'ldi. Siz ko'rgandek ba'zi kitoblarimiz bor. Bu kitoblarni nereden setib olamiz deb so'rdi, men deb berdim. Uning ustiga bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan maykini setib olishni xohlaydi, qayerdan olamiz deb so'rganlar bo'ldi. Nihoyatda qizg'in, bizmi vatanimizda bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilikni şunun bilan birga dinimizni, islom dinimizni vatanimizda qarindoshlarimizni yaşayamayotganligi, mechitlarimizningki yo'q qilinganligi yuzlagan, hatto minoratlarga ravoqlarni
qilib o'zgartish kirgizayotganligini, xalqimizning u yerda namoz o'qiyamaydigan, ro'za tutamaydiganligini ularga bildirdik diniy tarafdan. Va shundaqla yaqinqi teşviqatlarda xuddi turizmga ichilgandek vatanimiz, diniy erkinlik bordek bir xil teşviqatni quvvatidi Xitoy. Biz hozirgi ahvolni tushundirib, aslida undaq emasligi, uning birligi boshqalarga ko'z tutish uchun sabab qilingan, ya'ni oldin vala tayyorlangan bir sahna ekanligini tushundirib 30 yanvar Fransiyaning ko'p tillik davlatlik Aqti televiziya kanali Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa bilan o'tkazilgan suhbat programmasining nemischa nusxasini so'z tarjimasi bilan qo'shib qayta e'lon qildi. Bu filmning asli fransuzcha nusxasi 25 yanvar Fransiyada o'lchambek ko'pmi degan nomda naq maydonda tarqatilgan edi. Ushbu film riyosatchining Dolqin Isadan Xitoy hokimiyati cheklayotgan Uyg'ur kimligini ifoda qiladigan Uyg'ur ona tilida bir qancha kalima so'z qilib berishini özlerinin tehdit astidagi bu tilni bir anglığısı barlığını ifadeleşi bilen başlanıdı. Je voudrais vous poser une question avant qu'on découvre un peu plus qui vous êtes à travers votre portrait. La langue ouïghour, qui est votre langue natale, est interdite en Chine du fait de la répression contre votre peuple. Nous voudrions l'entendre. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, bonsoir, en ouïghour, pour que nous entendions cette langue qui est brimée? Keşliğiniz hayırlık olsun. Encore un peu. Hey, keşliğiniz hayırlık olsun. Rahmet sizlerge. Ben bir yerde boğallığımdan intayın xursandlik his qiliman. Fransiyada boğallığımdan nayt söyündüm. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors je vous ai dit bonsoir, je suis très heureux d'être ici, ravi d'être ici dans ce studio et évidemment d'être en France. Merci Dolqin Isa. Dolqin Isa Uyg'ur tilida keşlikiniz xayrlik bolsun. Rahmat sizlarga. Men bu yerda bo'lganligimdan intayin xursandman. Fransiyada bo'lganligimdan nayt söyündüm deganlarini tilga oladi va bu so'zlarning ma'nosini tarjim qilib berdi. Riyosatchi va Dolqin Isadan boshqa mazkur programmaga ishtirok qilgan yana 2 kishi Xitoy tiliga hech o'xshamaydigan boshqa bir kimlik tava Uyg'ur tilini bevosita anglagan bo'ladi. Muqaddimasida Dolqin Isaning tug'ilib o'sgan davri, uning 1985 yildan boshlab Sharq Turkistonda olib borgan siyosiy faoliyatlari, buningdan dal 30 yil ilgari, ya'ni 1994-yili uning vatanini tark etishiga sabab bo'lgan omillar va 2017-yili Dünya Uyg'ur qurultayiga rais bo'lgandan buyon olib borgan chet ellik faoliyatlari qisqa ko'rinishlar bilan bayon qilib o'tilgandan keyin asosiy tema Uyg'urlarning hozirgi irqiy qirg'inchilik fojialariga markazlashidi. Jazo lagerlari, majburiy emgak, Uyg'urlar masalasining xalqarodagi ta'siri, muhojiratga Uyg'urlarning vaziyati bayon qilindi. Filmda vatanimizning nomi ochiq holda Sharq Turkiston deb e'longan bo'lib, riyosatchining eng oxirgi savoli siz kunlarning birida o'z vataningiz Sharq Turkistonga qaytib ketaman deb o'ylamsiz degandan iborat bo'lgan. Dolqin Isa apandi bo'lsa, biz hamon bir kuni Sharq Turkistonga qaytib, do'stlarimiz bilan didorlashadiganligimizga ishonamiz. Biz erkinlik uchun haqiqatan og'ir badal to'layapmiz. Yana hadsilab to'lashga rozimiz deb javob bergan. Ya'ni mazkur film Uyg'ur milliy kimligini ifoda qilish bilan boshlanib, Uyg'urlarning erkinlik yo'lida kurash qilish irodasini namoyon qilish bilan oxirlashgan. Uningdan boshqa yana 28 yanvar kuni Fransiyadagi danglik gazetlardan biri bo'lgan L'Express haftalik gazeti Dolqin Isa G'arb demokratiyasi Xitoyning konkret tahdidlarga duch kelmoqda nomli yana bir maqola e'lon qildi. Maqolaning mazmuni Aqti televiziya kanalida e'lon qilingan Fransiyada o'lchambek ko'pmi nomli televiziya programmasining mazmuni bilan asosiyatdan o'xshash edi. O'xshamaydigan yeri bu maqolda Xitoyning g'arbga uzargan qora qo'li sababli xalqaro soqchi tashkilotining Dolqin Isa ustidan qizil boshliq tutish buyrug'i chiqarganligi, Dolqin Isaning 21 yil g'arb ellarida buning dardini tatganligi ko'proq bayon qilingan hamda Dolqin Isaning Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobidagi mazmunlarga keng o'rin bergan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.